Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizga kuzatib borgan do'stlarimiz. Bugun biz sizlarga xudo xolasa Globalmail a'zolari sveji kirgan iPhone hamda flagman modellarimizni inshaalloh birma-bir arzu qilamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar hurmatli obunachilar. Men sizlarga bugun super arzon narxlarda eng tiniq smartfonlarimizni xudo xolasa birma-bir arzu qilamiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollar bo'lsa, pastdagi nomerlarimizga murojaat qilinglar. Xudo xohlasa qo'limdan kelgancha har bittalarini qo'ng'iroqlaringga javob berishga harakat qilaman. Videoda olayotgan paytimizda hozir olib qolgan sveji Redmi Note 14 Pro Plus beji 200 megapiksel kamera, 8 ga 256, hatto zavodskiy brownie plyonkalari olinmagan. Egalari o'zlari aytdilar, biz hali uni tekshirib ko'rmadik, lekin smartfon yangidek holatda turibdi. 5 kun ishlatibdilar. Buni hozirgi kunda yangisini xarid qilaman sizlarning $365 bo'ladi. Redmi Note 15 14 Pro Plus beji. Men sizlarga super arzon narxlarda ideal holatdagi, xuddiki yangidek holatdagini $285 ga $80 arzoniga taklif qilaman. Xudo xolasa srazi pastdagi nomerlarimizga murojaat qilib xarid qilishingiz mumkin. Juda ham bahaybat bo'lgan, akkumulyator jihatdan nihoyatda kuchli bo'lgan S21 Plus beji. Xotiralari 256, operativkalari 8, batareykalari esa 4800 mAh akkumulyatordan jihozlangan. 120 Hz albatta qo'llab-quvvatlaydi. Ideal holatdagi S21 Plus beji smartfonlarimizni super arzon narxlarda men sizlarga $235 dan taklif qilaman. Foydalanib qo'yinglar. Shunaqangi ideal, yoqimli variantlardan nechta desalaring inshaalloh dastavkalarni mutlaqo bepul qo'l yetkazib beramiz. Har doim bizda Globalmailda oldindan 200 ming so'm to'lov qilinadi. Qolgani qo'llaringga borgandan keyin inshaalloh tovarni ko'rib to'lov qilib beraverasizlar. Xo'p, keyingi smartfonlarimiz Samsung A82 beji smartfonimiz. 6+6 RAM, 128 xotirali. Operativkasi 6, xotirasi esa 128 xotirali. Ideal holatdagi bo'lgan. Hatto to'rlar tomonida salafallari olinmaganlari ham bor ichida. O'zimga eng yoqqan rangisi oq rangisi qaranglar. Xuddiki smartfon yangidek. Shunaqangi planni, shunaqangi zo'r ishlaydiki bu smartfon. Olsangiz, xudo xolasa maza qilib ishlatasiz. Bu smartfonlarimiz men sizlarga ideal holatdagi A82 beji smartfonlarimizni hamma ranglisini men sizlarga $170 dan qilib berishga tayyormiz. Qo'limda Samsung S23 Plus beji smartfonimiz. Buni ham trading asosida olib qolganmiz, chunki buni esim o'tmagan ekan. 8 ga 512 talik hurmatli obunachilar, foydalanib qo'yinglar. Chotki holatdagi S23 Plus beji smartfonimiz. Super arzon narxlarda. Bundan oldin videomizda ham S23 Plus'ni $415 ga 256 Plus esimini o'tgan tashlaganmiz. Buni men sizlarga chegirma qilgan holatda $385 ga. S23 ning narxidan ozgina qimmatiga 512 taligini taklif qilaman. Keyingi smartfonimiz Note versiyasining oxirgi avlodi hisoblangan Note 20 beji smartfonlarimiz. Snapdragon 865 Plus protsessor. Operativkasi 8, xotiralari 256, batareykalari esa 4800 mAh akkumulyatordan jihozlangan zo'r holatdagi Note 20 beji smartfonimizni super arzon narxlarda $187 dan ekranlarda hech qanaqangi muammosi yo'q. Faqat korpusda bo'lsa bitta sal shilingan joy bo'lishi mumkin. Qolgan joylari tiniq holatda turibdi. $187 dan bir emas, naqd 3 ta Note 20 beji smartfonlar sizlarga muntazir. Xudo xolasa bemalol pastdagi nomerlarimizga murojaat qilaverasizlar. O'zi kontaktni, operativkasi 8, xotiralari 256, Snapdragon 8 Gen 1 protsessor bilan jihozlangan. Yonidagi to'rala tomonida salafallar olinmagan, xuddiki yangidek holatdagi Z Flip 4 smartfonlar sizlarga muntazir hurmatli obunachilar. Smartfon bitta yopilishi bilan shunaqangi kontaktli smartfonga aylanadi, lekin qo'lda ham shunaqangi zo'r turib beradiki, bu smartfonlarda ham yonlarida salafan turibdi. Bunisini salafani yo'q, lekin holati o'ta ham a'lo darajada. Qirilgan, kaltayegan, shilingan joylari yo'q, xudo xolasa. Ekranlarda ham zavodskiy brownie plyonkalari ikkalasiniga ham olinmagan, dog' bog'lari, pechatlari yo'q. Smartfon juda ham a'lo darajada. Super arzon narxlarda men sizlarga bir emas, naqd 3 tasini $245 dan yangidek holatdagi Z Flip 4 smartfonlarni taklif qilaman. Qo'limda faqat Koreya uchun chiqarilgan Samsung S10 beji smartfonlarimiz. Operativkalari 8, xotiralari 256, super arzon narxda, eng tiniq holatda 100% ofitsialniy o'tgan birorta nuqtasi yo'q S10 beji smartfonimizni $185 dan xarid qilishlaringiz mumkin.
Bundan tashqari B+ holatdagilari ham bor. Ularda esa sizlarga $167 dan taklif qilamiz. iPhone 14 Plus 93 batareyka 128. Zo'r holatda, kaltaygan joylari yo'q, plus esimlarigacha o'tgan. Narxi esa $485 ga. 3 xil rangda, zo'r holatda, plus esimlarigacha o'tgan iPhone 15 Pro'larimiz ham kirib kelgan, hurmatli obunachilar. Oq, blue hamda natural titanium ranglari, xudo xolasa smartfonlar zo'r holatda. Telegramdan yozinglar. Har bittasini shunaqa qilib o'zim yo bo'lmasam o'zimizni sheriklarimiz qirg'oqlargacha video qilib tashlab beramiz. Smartfon yoqsa, aytganimdek oldindan 200 ming to'lov qilasizlar, qolgani borgandan keyin 87/8 natural, 86/8 blue ideal holatda hamda o'zimga eng yoqqan oq ranglisi esa 88 yonkisi. Smartfon yangidek holatda turibdi. Super arzon narxlarda siz aziz obunachilar uchun $675 dan bir emas 3 ta iPhone 15 Pro'da super arzon narxlarda xudo xolasa men sizlarga taklif qilaman. iPhone 14 128 85 hamda 79 yonkis. Smartfonlarimiz ham O'zbekistonda ishlamagan, plus esimlargacha o'tgan. Albatta, narxlari esa hurmatli obunachilar, foydalanib qo'yinglar. 375 ga $400 qilib beramiz. Chunki bu 79, bunisi esa 85 yonkisli. iPhone 14 Pro so'raganlar uchun yonkisi jicha past bo'lsa ham hech qat almashmagan i256 talik keladigan uchun korobka hujjatli iPhone 14 Pro. 79 yonkis, 256 zo'r holatda hech qatlar almashmagan radnoy korobka hujjatlari bilan. Narxi esa super arzon narxda $510 ga. 256 98 Xo'p, plus esimlargacha o'tgan $575 ga iPhone 14 Pro 98 256 talik. Xo'p, 256 96 yonkisli ideal holatda birorta nuqtasi yo'q, $585 ga. iPhone 14 Pro 99 yonkisli ideal, hatto simlari ham ishlamagan, $600 ga qilib beramiz. Yangidek turibdi smartfon, xudo xolasa. Aytganimdek yozinglar, har bittasini qirg'oqlarigacha video qilib tashlab beramiz. iPhone 14 Pro 128 82 $555 ga. Xo'p, keyingi smartfonlarimiz iPhone 12 Pro 128 80 dan baland, 85 yonkisgacha gold hamda o'zimga yoqqan oq ranglisi. Xotiralari 128 lik, narxlari esa super arzon narxlarda $345 dan bir emas 4 ta smartfon sizlarga tozir, xudo xolasa bemalol zakaz beraverasizlar. iPhone 15 86 128 lik, $495 ga iPhone 15 da plus esimlargacha o'tgan. Xo'p, 13 Pro 92 batareyka 128 xotira ideal holatda $455 ga. Qaranglar, smartfonda yaltirab turibdi. Birorta nuqtasi bo'lsa, sirazi smartfonda ajratib qo'ya olasiz. iPhone 14 Pro 256 80 hamda 128 83. Serioziy qora ranglisi, holatlari a'lo darajada, xudo xolasa smartfon tiniq turibdi. Narxi esa 256 80 yonkisi 550 ga, 128 83 ligini esa $545 ga taklif qilamiz. Xudo xolasa sizlarga yoqadi, birorta ham nuqtasi yo'q. Keyin men sizlarga 200 megapiksellik kamera, Snapdragon 8 Gen 3 protsessoridan jihozlangan S24 Ultra'ni eng hadovoy bo'lgan natural ranglardan taklif qilaman, hurmatli obunachilar. Foydalanib qo'yinglar, plus esimlargacha o'tgan, birorta nuqtasi yo'q. Smartfonning holati a'lo darajada. Agar bu smartfonlarimiz ham bitta petnosi bo'lsa, borgandan keyin sirazi vaziyat qo'yasiz, qarang. Yangidek turibdi, chunki 24 dan boshlab salafan chiqmay qolgan. Salafanlari bo'lardi oldin, misol 23-22larda bularda salafan bo'lmaydi, lekin holati a'lo darajada. 12 256 hamda 12 ga 512 talik S24 Ultra'larimizdan keng assortimentda bizda mavjud. Xolasalar shunaqangi serioziy qora ranglardan o'tkazib beramiz. Bu smartfonlarni sizlarga men global mayl a'zolari xudo xolasa $675 dan eng tiniq, eng ishonchli smartfonlarni O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Ketidan men sizlarga S24 Plus bejida 12 ga 256 4700 barcha akkumulyatordan jihozlangan, birorta ham nuqtasi yo'q. Super arzon narxda $495 ga. Xo'p, o'zi kontaktligiga qaramasdan, lekin smartfon fashit bomba smartfon xudo xolasa S24 beji smartfonlar 8 ga 256 hamda 8 ga 512 talik gold hamda serioziy grey
qora rangliklar hurmatli obunachilar. Bu smartfonlarimiz sizlarga 8256 465 dollardan 8 ga 510 hektarini esa 485 dollardan qilib berishga tayyormiz. Hurmatli obunachilar, 5-10 minut ketgan vaqtlaringizga achimaysizlar umidamiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollar bo'lsa, pastdagi nomerlarimizga murojaat qilinglar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.